Kitob o'qiydigan odam doim televizor ko'radiganlarni boshqaradi. Lekin bu 3 ta kinoni ko'rganingdan keyin uncha-muncha odam sani boshqara olmaydi. Uchinchisi Wall Street borsi. Real hayotdagi Jordan Belfort haqida. Kinoda noldan boyib ketmoqchi bo'lgan Jordan brokerlik karyerasini boshlaydi. Oddiygina sodda boladan birovga gapini bermaydigan nomer 1 sotuvchiga aylanadi va shu kasbning orqasidan millioner bo'lib ketadi. Lekin u millionlarning narxi unga juda ham qimmatga tushadi. Asosiy ideya juda ham chiroyli gaplar orqasida juda ham xunuk ishlar turgani ko'rsatib berilgan. Ikkinchisi Baxt ortidan quvib. Bu kinoni ko'rgan bo'lsang ham boshqatdan ko'rishni tavsiya qilaman. Bu filmdagi asosiy ideya bu har qanaqa qiyinchilikka qaramasdan miyindagi maqsadingni to'ringga qo'yib olib, har bir kuningni, har bir soatingni o'shanga erishishga yetkazish. Va birinchisi 1+1. Hayotda har qanaqa qiyin vaziyat bo'ladi. Odam o'ziga o'zi savol berib izlanishda bo'lgan paytda mana shu filmni ko'rsa, har bir savoliga javob topadi. Kinoda oladigan asosiy ideya insoniylik. Agar biz o'zimizda insoniylikni topib olgan bo'lsak, demak biz muvaffaqiyatli hayotga 99% ishni amalga oshirdik. Menga obuna bo'lma, prosta o'zingni ustingda ishla.